Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun faqat mavsumiy ish saytlari va Portugaliya haqida gaplashamiz. 2026-yil uchun eng yangi ma'lumotlar. Markaziy Osiyodan kelganlar uchun bu juda foydali. Yaxshi pul topish, tajriba olish va quyoshli mamlakatda ishlash imkoni. Portugaliyada mavsumiy ishlar sohalari. Quyidagi sohalar sanab o'tiladi. Qishloq xo'jaligi, meva va sabzavot terimi, uzum va vino hosili yig'imi, issiqxona ishlari, qadoqlash va saralash zavodlari, baliqchilik va dengiz mahsulotlari ishlab chiqarish, turizm mavsumi, mehmonxona, restoran, tozalash xizmatlari. Portugaliyada mavsumiy ish e'lon qilinadigan saytlar: pt.jobly.org, emprego.sapo.pt, www.netempregos.com.asp, vistos.mni.gov.pt. Viza ma'lumotlari va vizaga topshirish ofitsialniy sayti. Qidiruv iboralari: trabalho sazonal, trabalho temporario, agricultura, colheita, hotel temporada, restorante verão. Mavsumiy ishlar talablari. Tajriba talab qilinmaydigan ishlar mavjud. Portugalcha yoki ingliz tilining boshlang'ich darajasi, jismoniy mehnatga moslik, vaqtinchalik mehnat shartnomasi. Agentliklar va firmalar. Markaziy Osiyodan ishchi oluvchi agentliklar. SRM Recruitment qishloq xo'jaligi va Grape Harvest uchun ishlaydi. Turon World O'zbekistonda chet elga ishchi yuborishda tajribali. Skills Provision xalqaro mavsumiy yo'llovchilar. Talablar: til, turizmda inglizcha yetarli, A2 BB, qishloq xo'jaligida minimal. Tajriba ko'pincha kerak emas, jismoniy kuch va ijobiy munosabat. Yosh 18 yoshdan yuqori bo'lishi. Viza E8 Temporary Stay Visa 90 kundan 270 kun, ya'ni 9 oygacha. Hujjatlar: pasport, 3 oy ortiq amal qiladigan, 2 ta foto, ish kontrakt yoki taklif, joy, muddat, maosh ko'rsatilgan, sug'urta, tibbiy va repatriatsiya, sudlanmaganlik, turar joy isboti, ish beruvchi berishi mumkin. Moliyaviy isbot, minimal 820 yevro oyga yoki kontrakt. Viza, to'lov 90-110 yevro, 2025-2026 yangilangan. VFS Global orqali qo'shimcha xizmat haqi. Ish beruvchi yordam bersa jarayon tez. Yotoqxona, ko'pincha ish beruvchi ta'minlaydi, bepul yoki arzon. Firmalarda umumiy yotoqxonalar plus ovqat, mehmonxonalarda xodimlar xonasi. Sog'lik va xavfsizlik standartlari bo'yicha. Video yoqqan bo'lsa like, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizdan pul ketmaydi va boshqalar ham ko'rish uchun yordam bergan bo'lasiz. Mana 10 ming odam ko'radigan bo'lsa, shundan 9 mingtasi obuna bo'lmasdan kuzatmoqda. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, video ostidagi obuna like tugmasini bosib qo'ying. Rahmat. Do'stlar, bu ma'lumotlar 2026 uchun dolzarb. Saytlarda o'zingiz qidiring va agentliklarga murojaat qiling. Sharhda tajribangizni yozing. Keyingi video Ruminiya mavsumiy ishi haqida. Xayr, muvaffaqiyatlar!